silindri va MPI motor. Kuzatib boringlar. Polniy videosini va qo'yilishlarini ham, mayda-chuda sekretlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Tak, порядка. 1 2 3 4 5 6 bo'lib ketadi. Bu yoqda ulasangiz bo'ladi, liba hammasini ochib turib, miyani o'zi ulasa bo'ladi mana shu ketib. Ikkalasini. Injektorli simlarni ulab olamiz. Bu yoqdan keyin forsumka tekish kerak bo'ladi. Juda ham ehtiyotkorlik bilan, solidor bilan teshiladi. Injektorga yaqin joyda. Bu mashinamizda o'zi eng problemaliroq narsa antifriz bo'ladi. Antifrizning bitta sekreti bor. Shungacha bo'lgan joylari polni ko'rsatib o'tamiz. Bu sekretni mendan ham yaxshiroq tushunadiganlar bor. Ular menimcha ham kommentariyaga yozib ketishadi. Kuzatib boringlar. Bu polni eski narsalar o'zini. Shuni qo'shib qo'yamiz. Даже miya hamma yog'i eski. Reduktordan bilasiz bo'ladi. Reduktor bo'yicha ikkita variantingiz bor. Liba mashina qotirasiz, liba egasiga berib yuborasiz, o'zi qayergadir qo'ydirib oladi. Nimaga u bodada 3 ta sim keladi? Mashinalar uchun. Mercedes, BMW или shunga o'xshash noyob mashinalar uchun obodani ulashingiz uchun oddiy mashinaga polni ketaveradi. Doполнительно qo'shiladi. Oboda ulangani uchun o'sha erta-tezda hammasini ko'rsatadi. Eski mashina, ishlar вообще tekis. Original var, original bo'ladi.